Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi media savodxonlik va axborot madaniyati evolyutsiyasi hamda jamiyatdagi ahamiyati deb nomlanadi. Media savodxonlik bu shaxsning turli media manbalaridan, jumladan gazeta, televideniye, internet, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalardan olingan axborotni anglay olish, tanqidiy tahlil qilish, baholash va unga ongli tarzda javob bera olish qobiliyatidir. Media savodxonlik quyidagilarni o'z ichiga oladi: axborotlarni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, axborot yaratish, etika va axloqiy mas'uliyat. Demak, axborotni tahlil qilish deganda, kim axborotni yaratgan, uning maqsadi nima, u qanday vositalar orqali ta'sir o'tkazilmoqda degan savollarga javob olish kerak. Tanqidiy fikrlash, axborotning ishonchliligini tekshirish, dalillar va manbalarni solishtirish, fikrlarda stereotip, manipulyatsiya yoki targ'ibot usullari bormi? Axborotni yaratish, media mahsulotlarni matn, video, infografika, post va hokazolarni mas'uliyat bilan yaratish va ulashish. Etik va axloqiy mas'uliyat, axborot bilan ishlashda shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatni his qilish, boshqalarning huquqlarini hurmat qilish kerak. Media savodxon fuqaro bu har qanday xabarga tanqidiy yondasha oladigan, yolg'on yoki noto'g'ri axborotni taniy oladigan, ijtimoiy tarmoqlarda yoki ommaviy axborot vositalarida mas'uliyatli ishtirok etadigan, boshqalarning fikrlarini hurmat qiladigan holda o'z fikrini ifoda eta oladigan shaxsdir. Axborot madaniyati bu shaxsning axborotni izlash, tanlash, baholash, qayta ishlash, saqlash va undan samarali foydalanish bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va odatlari majmuidir. U shaxsning axborotga bo'lgan munosabati, axborot bilan ishlash madaniyati va axborot maydonidagi mas'uliyati xatti-harakatlarini ifodalaydi. Axborot madaniyatining asosiy jihatlari: birinchi, axborotni izlash va topish qobiliyati. Zarur axborotni aniqlash, uni samarali axborot manbalaridan topa olish, ya'ni kitoblardan, maqolalardan, internetdan, ommaviy axborot vositalaridan va boshqalardan topish qobiliyatidir. Ikkinchi, axborotni baholash. Manba ishonchliligi va obyektivligini tahlil qilish, keraksiz yoki noto'g'ri axborotni ajrata olishdir. Uchinchi, axborotni qayta ishlash va yaratish. Olingan axborotni o'z faoliyatida, ilmiy izlanishlarda, taqdimotlarda ishlata olish. Yangi axborot, ya'ni matn, grafik, slayd, video va hokazolarni yaratishda madaniyatli va axloqiy yondashuv kerak. To'rtinchi, axborot xavfsizligi va axloqiy me'yorlarga amal qilish. Shaxsiy va boshqalarning axborot huquqlarini hurmat qilish, plagiat qilmaslik, noto'g'ri axborotni tarqatmaslik. Axborotdan foydalanganda ijtimoiy, madaniy va huquqiy me'yorlarga rioya qilish axborot xavfsizligi va axloqiy me'yorlar deyiladi. Axborot madaniyatiga ega shaxs
axborotni tanlab va maqsadli ravishda ishlatadi, o'z bilimini mustaqil ravishda kengaytiradi, tanqidiy va tahliliy fikrlaydi, raqamli dunyoda o'zining va boshqalarning axborot huquqini biladi va hurmat qiladi. Axborot madaniyatining evolyutsiyasi. Axborot madaniyati insoniyat sivilizatsiyasi rivoji bilan uzviy bog'liq bo'lib, u jamiyatdagi axborotni olish, uzatish, saqlash va undan foydalanish usullarining tarixiy taraqqiyotini o'zida aks ettiradi. Quyida uning asosiy bosqichlari keltirilgan. Birinchisi, og'zaki bosqich. Bu bosqich insoniyat tarixining ilk davrlariga to'g'ri keladi. Axborot avloddan avlodga og'zaki tarzda o'tgan. Yodlash, rivoyat, afsona va ertaklar orqali bilimlar saqlangan. Axborot doirasi tor va noaniq bo'lgan, unchalik barqaror saqlanmagan. Ikkinchi, yozma axborot bosqichi. Miloddan avvalgi 4-ming yillikda yozuv ixtiro qilingan. Axborotni yozma tarzda ifodalash va saqlash imkoniyati paydo bo'lgan. Qog'oz, papirus, pergament kabi vositalar axborot madaniyatiga burilish yasagan. Kutubxonalar tashkil etildi. Ilmiy, diniy, siyosiy va huquqiy bilimlar yozma manbalar orqali saqlana boshladi. Uchinchi, bosma axborot bosqichi ommaviy axborot madaniyati shakllanishi. 15-asrda Logan Gettenberg tomonidan bosmaxona ixtiro qilinishi axborot inqilobiga sabab bo'ldi. Kitoblar, gazetalar, jurnallar keng ommaga yetib bordi. Savodxonlik darajasi oshdi. Ta'lim ommalasha boshladi. Bosma madaniyatga o'tish jarayoni boshlandi. 4. Analog texnologiyalar bosqichi. 20-asr boshlarida radio va keyinchalik televideniye orqali axborot uzatish kengaydi. Bu ommaviy axborot vositalari axborotni tez va keng auditoriyaga yetkazish imkonini berdi. Bu bosqichda insonlar passiv iste'molchi bo'lib qoldi. 5. Raqamli axborot bosqichi. Kompyuterlar, internet, raqamli qurilmalar orqali axborotni yaratish, uzatish, tahlil qilish va saqlash sifat jihatdan yangi darajaga chiqdi. Har bir inson axborot yaratishda faol ishtirokchi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi. Internet, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar axborot madaniyatini tubdan o'zgartirdi. Raqamli savodxonlik, media madaniyat, axborot xavfsizligi asosiy masalaga aylandi. 6. Post raqamli bosqich. 21-asrning 3-choragidan boshlab sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar, metaverse, aqlli qurilmalar orqali axborotlar oqimi avtomatlashtirilmoqda. Axborotga nisbatan tanqidiy fikrlash, axborot etikasi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalari yanada dolzarb bo'lib qolmoqda. Motivatsiya bu virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarga asoslangan, foydalanuvchilar real vaqtda o'zaro muloqot qilishi, ishlashi, o'ynashi va turli faoliyatlar bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan raqamli olamlar yig'indisidir. Oddiy qilib aytganda, metaverse bu internetning kelajagi. Unda foydalanuvchi faqat ko'ribgina qolmaydi, balki u olamga virtual tanasi, avatar orqali to'liq kirib boradi. U yerda harakat qiladi, odamlar bilan uchrashadi, narsalarni sotib oladi yoki yarata oladi. IoT nima? Demak, bu internetga ulangan va bir-biri bilan ma'lumot almashadigan fizik qurilmalar, sensorlar, transport